Xabar berib borayotganimizdek, bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etdi. May bu ota-bobolarimizning Ikkinchi jahon urushi jang maydonlarida ko'rsatgan qahramonligi hamda bugungi tinch farovon hayotimiz yo'lida front ortida fidokorona mehnat qilganliklarini yodga oluvchi nurli xotira kunidir. O'zbekiston xalqi uchun bu sana alohida ahamiyatga ega. Bu urush faxriylari oldidagi cheksiz jasorat, sobit iroda va matonat, insoniyat tarixiga abadiy muhrlangan buyuk qahramonlik uchun chuqur hurmat va ehtirom ifodasi bo'lgan yorug' xotira kunidir. Bu kun urush va mehnat faxriylari oldidagi cheksiz minnatdorlikning o'ziga xos ifodasidir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, bugungi ushbu faxriylarning tinchlik va ozodlik uchun bosib o'tgan hayot yo'li kelgusi avlodlar uchun buyuk va abadiy merosdir. So'nggi yillarda olimlar va mutaxassislarning tadqiqotlari tufayli tariximizning ilgari noma'lum sahifalari ochilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlagandek, bugungi kunda biz bu yuksak insonparvarlik, oliyjanoblik va bag'rikenglik fazilatlariga ega xalqimiz bilan haqli ravishda faxrlanamiz. Keyingi yillarda mamlakatimizda tarixiy xotirani tiklash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Prezident tashabbusi bilan Toshkent shahrida muhtasham G'alaba bog'i barpo etildi. Hududlarda vatanparvar bog'lari tashkil etildi. Shu yo'nalishdagi ezgu ishlarning ramziy davomiga aylangan muhim loyiha G'alaba bog'ida millat fidoyilari yodgorlik majmuasining bunyod etilishi bo'ldi. Bu yerdagi oltin harflar bilan yozilgan jasur harbiylar va huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlarining nomlari ularga ehtirom ifodasidir. Inson uchun, uning baxti uchun degan yuksak tamoyil hayotimizga tobora chuqur kirib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Ikkinchi jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmoniga asosan, joriy yilda Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari va nogironlariga 10 ming AQSh dollari miqdorida bir martalik moddiy yordam, unga tenglashtirilgan shaxslarga 25 million so'm, mehnat fronti qatnashchilariga 3 million so'm hamda Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligi esdalik medali topshirilishi faxriylarimizga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik va e'tiborning yorqin namunasidir. Bugungi yubiley sana butun insoniyatga shuni yana bir bor eslatadi. Xalqlar birgalikda fashizmga qarshi kurash olib bordilar. Tinchlik, taraqqiyot va farovon kelajak yo'lida mislsiz hissa qo'shdilar. Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva ayni kunlarda Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan keng ko'lamli tantanali tadbirlarga mezbonlik qilmoqda. Ushbu tadbirlarda davlatimiz rahbarining shaxsan ishtirok etishi tarixiy xotiraning uzluksizligini, avlodlar jasoratiga bo'lgan hurmatni hamda tinchlik, o'zaro anglashuv va xalqlar do'stligi g'oyalariga sadoqatni yana bir bor ta'kidlaydi. Xalqaro hamkorlikning ko'p qirrali tarixini aks ettiruvchi bunday amaliy tashriflar yangi O'zbekistonning ochiq siyosati doirasida har safar ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazish, davlatlararo savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish, qo'shma investitsiya loyihalarini amalga oshirish, madaniy gumanitar hamkorlikni mustahkamlash uchun samarali maydon bo'lib xizmat qilmoqda. Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8 may kuni amaliy tashrif bilan Moskva shahriga keldi. O'zbekiston yetakchisi uchun ajratilgan qarorgohda davlatimiz rahbarini Rossiya Federatsiyasi Prezidentining ma'muriyati rahbari o'rinbosari Maksim Oreshkin hamda hukumat raisining birinchi o'rinbosari Denis Manturov kutib oldi. 9 may Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva shahri. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9 may kuni Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etdi. Davlatimiz rahbarini Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin samimiy kutib oldi. Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 80 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tantanali tadbirda shuningdek, Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpin, Braziliya prezidenti Lula da Silva,
Misr prezidenti Abdul Fattoh as-Sisi, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko, Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov, Mo'g'uliston prezidenti Uxnaagin Xurelsuh, Kuba prezidenti Miguel Diaz-Canel, Venezuela prezidenti Nicolas Maduro va boshqalar ham qatnashdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xorijiy davlatlarga qilayotgan amaliy tashriflari, xalqaro tadbirlardagi ishtiroki har safar boshqa davlatlar yetakchilari bilan faol muloqot uchun muhim maydonga aylanmoqda. Bunday uchrashuvlar doirasida xalqaro va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb masalalar yuzasidan fikr almashish, siyosiy muloqotni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish yo'llarini muhokama qilish imkoniyati yaratiladi. Moskva shahrida ham aynan shunday bo'ldi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtiroki doirasida Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Zinpin, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Misr prezidenti Abdul Fattoh as-Sisi, Vyetnam Kommunistik partiyasi bosh kotibi To Lam, Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich hamda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Ushbu samimiy muloqotlarda mazkur davlatlar bilan o'zaro hamkorligimizni va do'stona aloqalarimizni yanada kuchaytirishga qaratilgan masalalar hamda bo'lajak muhim qo'shma tadbirlar xususida fikr almashib olindi. Qizil maydonda g'alaba paradi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va boshqa xorijiy delegatsiya rahbarlari ishtirok etdilar. Ikkinchi jahon urushidagi g'alaba millionlab insonlarning jasorati, matonati va fidoyiligi samarasidir. O'zbekistonning ko'p millatli xalqi ham bu ulug' maqsadga erishishda katta hissa qo'shgan. Ikkinchi jahon urushidagi g'alaba millionlab insonlarning jasorati, matonati va fidoyiligi natijasidir. Bu ulug' maqsadga erishishda ko'p millatli O'zbekiston xalqining ham salmoqli hissasi bor. Urush boshlangan paytda respublikamiz aholisi 6 million nafardan ziyod edi. Urush yillarida 2 millionga yaqin o'zbekistonlik frontga jo'natildi. 538 mingdan ziyod kishi jang maydonlarida halok bo'ldi. 158 mingdan ortig'i bedarak yo'qoldi. Ko'rsatgan mardligi va jasorati uchun O'zbekistondan 214 mingdan ziyod askar va ofitser jangovar orden va medallar bilan taqdirlandi. Vatandoshlarimizdan 301 kishi Sovet ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'ldi. Yana 70 kishi Shuhrat ordenining barcha darajalari sohibi bo'ldi. O'zbek xalqi mehnat borasida ham ulkan jasorat ko'rsatdi. Mamlakatimiz frontning ishonchli tayanchiga aylandi. Bu yerdan oziq-ovqat, kiyim-kechak, dori-darmon, qurol-yarog' va boshqa zarur resurslar uzluksiz jo'natib turildi. Qisqa muddatda O'zbekiston hududida 170 dan ortiq evakuatsiya qilingan korxonalar joylashtirilgani mudofaa sanoatining uzilishlarsiz ishlashini ta'minladi. O'sha og'ir yillarda O'zbekiston xalqi yuksak insonparvarlik namunasini ko'rsatib, front oldi hududlaridan evakuatsiya qilingan 1,5 milliondan ortiq kishini, jumladan 250 mingdan ziyod yetim bolalarni qabul qildi. O'zbek xalqining urush yillaridagi jasorati xalqaro hamjamiyatda keng e'tirof etilmoqda. Mamlakatimizda ham urush va mehnat fronti qatnashchilarining xotirasini abadiylashtirish, faxriylarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Toshkentda Ulug'vor G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi barpo etildi. Tantanali tadbir doirasida Qizil maydondan birinchi kolonna tarkibida 55 ta parad qo'shini o'tdi. Umumiy hisobda 11,5 ming nafardan ortiq harbiy xizmatchilar ishtirok etdilar. G'alaba paradida O'zbekiston, Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Vyetnam, Misr, Xitoy Xalq Respublikasi, Laos, Mo'g'uliston va Myanma harbiylari ham ishtirok etdilar. Мимо трибун проходит парадный расчет Вооруженных сил Республики Узбекистан. Возглавляет парадный расчет полковник Зафаржон Халикчаев. G'alaba paradi yakunida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin va boshqa davlat rahbarlari bilan birgalikda Aleksandr bog'idagi noma'lum askar qabriga gul qo'ydi. Ushbu yodgorlik g'alaba yo'lida mislsiz jasorat ko'rsatgan va jon fido qilgan millionlab jangchilar, jumladan O'zbekiston farzandlari xotirasiga o'rnatilgan. Marosimda 1 daqiqalik sukut saqlandi.
Tadbir faxriy qorovul va harbiy orkestrning tantanali yurishi bilan yakunlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Rossiya Federatsiyasiga amaliy tashrifi davom etmoqda. Men bir hafta oldin O'zbekistonda bo'ldim. Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvimizda delegatsiya a'zolarimiz bilan ko'plab masalalarni muhokama qildik. Bugun esa erishilgan kelishuvlar, iqtisodiyot sohalari va loyihalar bo'yicha qabul qilingan qarorlar ijrosi holati yuzasidan fikr almashdik. Biz bundan keyin ham ikki tomonlama munosabatlarimizni iqtisodiy jihatdan o'zaro manfaatli asosda muntazam ravishda muvofiqlashtirib boramiz va aloqalarimizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Ta'kidlashim kerak, men har yili O'zbekistonga tashrif buyuraman. Menda solishtirish uchun asos bor. Ayni paytda mamlakatingizda rivojlanish jarayonlari jadallik bilan olib borilmoqda. Qurilish, sanoat, iqtisodiyot tarmoqlari taraqqiy etyapti. Shavkat Mirziyoyev ilgari surayotgan islohotlar mamlakat iqtisodiyotining barqarorligi va taraqqiyotiga xizmat qilmoqda. Узбекистан внес важнейший вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. O'zbekiston Ikkinchi jahon urushidagi g'alabaga erishishda muhim hissa qo'shgan. Urush yillarida mustahkam tirgak bo'lib, O'zbekistonga millionlab fuqarolar va yuzlab sanoat korxonalari ko'chirib o'tkazilgan. Bu g'alaba uchun asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qilgan deyishimiz mumkin. Shuningdek, armiyani oziq-ovqat bilan ta'minlash, harbiylarning ma'naviy ruhini ko'tarish borasida ham katta ishlar amalga oshirilgan. Ayniqsa 2 milliondan ortiq o'zbekistonlik askarlar safarbar etilgani armiyaga katta kuch berganini alohida ta'kidlash lozim. Bu borada albatta biz O'zbekiston xalqining ko'rsatgan mehr-muruvvati, g'amxo'rligini qadrlaymiz va buni hech qachon unutmaymiz. O'sha vaqtda O'zbekiston zamini 1,5 milliondan ortiq evakuatsiya qilingan fuqaroni, jumladan bolali oilalarni samimiy va mehr bilan kutib olgan. Bu xotira bizning yuragimizda doimiy yashaydi. Biz bu ezgu esdalikni minnatdorlik tuyg'usi bilan avloddan avlodga yetkazamiz. O'zbek xalqining chin yurakdan ko'rsatgan bunday insoniylik fazilati unutilmasdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev xalqaro maydondagi eng nufuzli siyosatchilardan biridir. Markaziy Osiyoning lider rahbarlaridan sanaladi. Davlatingiz rahbarining siyosiy donoligi va amaliy tajribasi yuksak e'tirofga sazovor. Shu jihatdan Shavkat Mirziyoyevning 9-may kuni Moskvada o'tkazilgan g'alaba paradida yetakchi jahon rahbarlari safida ishtirok etgani O'zbekiston rahbariga bo'lgan chuqur hurmatimizni ifoda etadi. Biz O'zbekistondagi ijobiy o'zgarishlarni, uning xalqaro maydondagi roli kuchayib borayotganini, sanoat va iqtisodiyotning jadal rivojlanishini katta e'tibor bilan kuzatib boramiz. Albatta, bu yutuqlarning barchasi Prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakatdagi islohotlari bilan chambarchas bog'liq. Biz prezidentingizni Rossiyaning ishonchli do'sti deb bilamiz va O'zbekiston yetakchisiga chuqur hurmat va ehtiromimizni bildiramiz. Prezidentimiz farmon chiqargan yillar va bu farmon natijasida mamlakatimizda davlat komissiyasi tashkil qilingan. O'tgan davrda bu komissiya ishladi va ko'plab yangi ma'lumotlarga ega bo'ldi. Buning natijasida materiallar yanada boyidi. Mana misol qilib aytishimiz mumkin, o'sha davrlarda 1,5 million ishtirok etdi deyilgan bo'lsa, ularning soni 2 millionga yaqinligi. 300 dan ortiq Sovet ittifoqi qahramonlarining mavjudligi, ko'pchiligini qaytib kelmaganligi va shu bilan bir qatorda biz front ortida O'zbekiston juda bir katta jabhaga aylanganligi, bu yerga zavodlar ko'chib kelganligi, 1,5 millionga yaqin boshqa mamlakatlardan evakuatsiya qilinganlar va ularga o'zbek xalqi o'zi yegan nonini ikkiga bo'lib berganligi haqidagi ma'lumotlar bilan barchasi mana shu olib borilgan tadqiqotlar, yangi nashr etilgan kitoblar, o'tkazilgan konferensiyalarda o'zini yangi bir maqomiga ega bo'ldi. Yana shuni alohida aytib o'tish kerakki, muhtaram prezidentimiz Moskvada Ikkinchi jahon urushidagi g'alabani 80 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etdilar. Albatta, bu muhtaram prezidentimizni mana shu Ikkinchi jahon urushi ishtirokchilariga, birinchi navbatda O'zbekistondan borib ishtirok etganlarga ehtiromi bo'ldi. Qolaversa, bu tashrif yana shundan dalolat beradiki, O'zbekiston doimiy ravishda tinchliksevar siyosatni, do'stlik siyosatni, shaffof siyosatni va pragmatik siyosatni amalga oshiradi. Президент Узбекистана от всего народа отдает дань уважения на Красной площади. O'zbekiston prezidenti butun xalqi nomidan Qizil maydondagi tadbirda ishtirok etgani juda muhim va qadrlidir. Prezidentning noma'lum askar yodgorligiga gulchambar qo'ygani urushda jang qilgan
halok bo'lgan va o'z jasorati bilan abadiy xotiraga loyiq bo'lgan insonlarga nisbatan hurmatning ramzi hisoblanadi. E'tibor bering, urush yillarida O'zbekistonga 1,5 milliondan ortiq inson ko'chirib o'tkazilgan. O'sha paytda bolalar, ayollar O'zbekistonda och qolmasliklariga, g'amxo'rlik va mehr topishlariga ishonch bilan borishgan va bu iliqlikni u yerdan topishgan. Bu o'zbek xalqining katta jasorati va saxovatining yorqin namunasi. Bugungi kunda yosh avlod O'zbekistonning bunday mehr oqibatini chuqur o'rganishi nihoyatda muhim. Bu jarayonda barpo etilayotgan muzeylar, xotira bog'lari va boshqa inshootlar ana shunday o'tmishga, tarixga hurmat ramzidir. Men bu haqda urush yillarida madaniyat va san'at arboblari nomli xotira kitobimda ham yozyapman. Va aynan O'zbekistonning ko'rsatgan xizmatlarini keyingi avlodlarga yetkazishga alohida e'tibor qaratganman. Очень много уделяю внимания именно Узбекистану. O'zbekistonam u nas особые отношения. O'zbekiston bilan bo'lgan munosabatlarimiz alohida ahamiyatga ega. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida bugungi kunda O'zbekistonda inson huquqlari yuksak darajaga ko'tarilganini mamnuniyat bilan ta'kidlaymiz. Biz o'zaro hamkorlikni eng samarali shaklda amalga oshirib kelyapmiz. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi inson huquqlari bo'yicha komissiyasi doirasida Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan bayonot qabul qilindi. Bu juda muhim voqea bo'lib, bizning vatanparvarlik tuyg'ularimizni mustahkamlashga, o'zaro birdamligimizni kuchaytirishga va umumiy kelajagimizni birgalikda barpo etishga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbarining Moskvadagi g'alaba bayrami tantanalarida ishtirok etishini nima uchun qo'llab-quvvatlayapmiz? Birinchidan, fashizm ustidan qozonilgan g'alabada O'zbekistonning hissasi kam emas hech kimdan. Ikkinchisi, bu O'zbekistonning nafaqat frontdagi xizmati, front ortidagi xizmati ham hech qaysi davlatlarnikidan kam emas. Davlatimiz rahbari O'zbekistonning manfaati uchun hammaga ibrat bo'larli darajadagi aloqalar yo'lga qo'yyapti. Qaysi davlat bilan bo'lishidan qat'iy nazar. Ko'ryapmizki, ilgari bir-biriga yaxshi munosabatda bo'lgan davlatlar bugun bir-birini aldab, bir-biriga qarshi urush ochyapti. Mana shunday paytda hushyorlik. Hushyorlik nima? Hushyorlik eng avvalambor bordi keldi qilish. Bordi keldi qilganda biz uni ko'nglini bilamiz. Bordi keldi qilganda biz uni fikrini bilamiz. Bordi qilganda biz uni maqsadini bilamiz. Eng muhimi uni quvvatini bilamiz. Mana biz iqtisodiy bordi keldimiz shu darajada yetyaptiki, hozir bugungi kunda dunyoda deyarli biz bilan iqtisodiy munosabatlar o'rnatmagan davlatlar deyarli kam qolyapti juda. Hammasi O'zbekiston bilan sababi tinchmiz. Sababi tinchlikni saqlash uchun ichki siyosatimizni shunga yo'naltirganmiz. Mana shuning uchun ham Moskvadagi tantanadagi ishtiroki O'zbekistonni obro'sini oshishiga xizmat qiladi deb o'ylayman men. Ikkinchi jahon urushida erishilgan buyuk g'alabani 80 yilligini nishonlar ekanmiz. Biz eng avvalo mana shu fashizmga qarshi kurashda xalqlar birlashib, turli millat, turli xalqlar va davlatlarning fuqarolarini juda xizmatlari katta va shu qatorda bizni o'zbekistonliklarni ham Ikkinchi jahon urushida g'alabani ta'minlashda xizmatlari, ularni qo'shgan hissalari beqiyos desam, men mubolag'a qilmagan bo'laman. Mana hurmatli prezidentimizni Rossiyaga tashriflari bu eng avvalo tinchlik uchun kurashda O'zbekiston eng oldingi qatorlarda ekanligini va bundan tashqari ana shu buyuk g'alabani ta'minlashda o'zbekistonliklarning alohida hissalarini e'tirofidandir. Buyuk g'alabani 80 yilligi nishonlanayotgan paytda ko'p davlat rahbarlari bilan ikki tomonlama uchrashuvlarni o'tkazilishi, bahamjihatligi to'g'risida kelishib olinishi va bular orasidagi munosabatlarni mustahkamlanishi ham ana shu dunyodagi tinchlikka qo'shgan juda ham katta buyuk hissa deb bilaman. Keyingi yillarda O'zbekistonda mana shu Ikkinchi jahon urushi to'g'risidagi tarixiy haqiqat, tarixiy adolatni tiklash borasida juda keng ko'lamli ishlar qilindi va ayniqsa yoshlarimizni ongida ana shu Ikkinchi jahon urushida demak jasorat ko'rsatgan bizni yurtdoshlarimizni xotirasini muqaddas ekanligini va bu xislatni tarbiyalashda juda katta ishlar qilinyapti. Bu ham ular xotirasi oldidagi yuksak insoniy
burchimiz deb hisoblayman. O'zbek xalqi o'zining juda katta bag'ri kengligini, vatanga sadoqatini qadriyat darajasida ko'tara olgan katta irodaga ega bo'lgan xalq sifatida o'zini namoyon qila oldi. O'zbekiston Ikkinchi jahon urushi g'alabasiga munosib hissasini qo'shdi va o'zini juda katta turli millatlar, turli xalqlar doirasida katta bir ichki yaratuvchilik qudratiga, fidoilik fazilati bilan ham alohida ajralib turdi. Moskvada bo'lgan harbiy paradda dunyoning 27 ta davlatining birinchi rahbarlari keldi. Ana shu 27 ta rahbari ichida bizning prezidentimiz ham bor. Bu O'zbekistonning o'zini o'rni borligini, mavqei borligini, jahon siyosatida o'zini pozitsiyasi borligini va jahon ijtimoiy siyosiy jarayonlarida yangi O'zbekistonning o'ziga xos siyosiy pozitsiyasi borligini ko'rsatadi. Prezidentimizning bu tantanada ishtirok etishi juda katta ma'naviy, ruhiy, juda katta siyosiy ijtimoiy hodisa bu. Ana shu jarayonda urush yillarida jasorat ko'rsatgan ulug' bobolarimizning xotirasiga hurmat va bugun yashayotganlarning qadr qimmatini bir o'rniga qo'yishga o'ziga xos bir misoli deyish mumkin. Va O'zbekiston jahon hamjamiyatida o'zini o'rniga egaligini va har qanday sharoitda o'zini qadr qimmatini himoya qilishga qodirligini ko'rsata oladigan, misol bo'ladigan hodisa bu. Davlatimiz rahbari Ikkinchi jahon urushida qozonilgan g'alabaning 80 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etishi avvalambor bu O'zbekistonga, O'zbekiston xalqiga nisbatan bo'lgan hurmat. Bu ham siyosiy ahamiyatga ega, ham ma'naviy ahamiyatga ega. Chunki siyosiy jihatdan demak mana juda ko'p davlatlar bilan bir vaqtning o'zida, bular bilan bir qatorda demak o'sha fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga o'z hissasini qo'shganligi e'tirof etilyapti. Ayniqsa bu yoshlarimiz uchun juda ham muhim. Chunki hozir avlod almashib yangi avlod kirib kelyapti-da. Bu yangi avlod shuni bilish kerak. Biz kim bo'lganmiz, qanday ishtirok etganmiz va bizni qanday e'tirof etishyapti. Shuning uchun ham masalan o'sha urush qatnashchilariga bo'layotgan munosabat, ular o'sha haqiqiy Ikkinchi jahon urushini ochib beruvchi adabiyotlarning, kinolarning ishlab chiqilishi bu o'sha yoshlarimizga juda katta yordam beradi buni tushunishga. Prezidentimiz Rossiya rahbari bilan va boshqa davlat rahbarlari bilan uchrashib, shu o'zaro deylik aloqalarni kengaytirish, bundan tashqari yaxshi qo'shnichilikni rivojlantirish, umuman xalqlar o'rtasida do'stlik va hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha muzokaralar olib borishi avvalambor davlatimizning, shaxsan prezidentimizning tashqi siyosatining ochiqligini, pragmatikligini ko'rsatadi. Ikkinchi jahon urushida butun insoniyat, butun davlatlar birlashdi va birlashib fashizmga qarshi kurashdi. Bular tinchlik uchun birlashdi. Mana shu birdamlik alal oqibat juda katta g'alabani qo'lga kiritishga sabab bo'ldi. Bizning xalqimiz Ikkinchi jahon urushi g'alabalariga munosib hissa qo'shgan 6 million nafar aholining 2 millioni frontda, jang maydonlarida, olov o'choqlarida yurgan, front ortida qolgan aholi ham ularga oziq-ovqat yubordi. Mana hozir davlatimiz rahbarini tarixiy xotirani tiklashga qay darajada e'tibor berayotganini o'zimiz ko'rib guvoh bo'lib turibmiz-ku. G'alaba bog'i shunchaki paydo bo'lib qoldimi? Bu juda katta muhtasham g'oya bu. Xalqimizni jasoratini ifodasi sifatida namoyon bo'ldi bu. Yoshlarimiz Ikkinchi jahon urushida o'zbek xalqi ham juda katta xizmat qilganligini shu joyda ko'rishi mumkin. Davlatimiz rahbari har yil maxsus qaror chiqarib turib, o'sha frontda ishtirok etgan jangchilariga, front ortidagi xizmat qilgan mehnat faxriylariga alohida hurmat, ehtirom ko'rsatadilar. Yoshlarimiz bugungi kunlarni qadriga yetishlari uchun tarixni unutmaslik kerak degan bir katta bir g'oya ham yotibdi bularda ortida. Davlatimiz rahbari yozuvchi shoirlarga ham mana shu yurtdagi har bitta qahramon bitta film qilishga arziydigan, har bitta qahramon, bitta roman, bitta qissa, bitta dostonga arziydigan qahramonlar shular. Bularni yozish kerak, bularni kuylash kerak, bularni jasorati haqida yoshlarimizni ongiga, shuuriga singdiradigan go'zal asarlar yaratish kerak degan fikrlarni ham aytadilar. Davlatimiz rahbarining Rossiya Federatsiyasining Moskva shahrida Ikkinchi jahon urushi g'alabasining 80 yilligiga bag'ishlangan tantanalardagi ishtiroki tarixiy xotiraga bo'lgan hurmat, ehtiromning ifodasi. O'z navbatida tinchlik g'oyalariga, do'stlik g'oyalariga juda katta e'tiborning ham ifodasi.